Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi yana bir yangi ishimiz Namangan Uchqo'rg'on Qayqi degan joyda bo'ldi. Shunaqasini kuzatib borayotgan bo'lsani juda ko'p qilib beryapmiz, chunki hamma tomonlama ixcham va chiroyli bo'lyapti. Bu ham oldingi videodagi zinani singari ham bo'ldi bir joyda. Namangan o'zimizni Toshbuloqda qilib berganda akamiz Rossiyadan bizani ko'rib, uylariga chaqirdilar. Xo'p, razmerlar bilan qisqacha tanishtirib o'taman sizlarga. Zinamizni eni 1.10, balandligi 15,5 dan, oyoq qo'yilgani 29 dan bo'lgan. Ikkita oldini birinchi stupenkasini aylantirib, figura ishlab berganmiz ozginada. Dumalog'i 20 cm chiqqan, buni ham o'rtasi 30 bo'ladi. Pleshatkamiz 250, umumiy uzunligi buni ham eni 1.10. Xudo xolisa bu yoqda ham bitta zinalari bor. Maslahat qilib ko'ryaptilar, agar qilib berasizlar desalar, buni ham keyinchalik betondan qilinadi. Tavsiya beraman sizlarga, imkon qadar betondan qildiraveringlar, umrbodli bo'ladi. Bemalol qiynalmasdan chiqib tushasizlar. Taxta, temir, vaqtinchalik narsalar bo'ladi. Hammaga rahmat kattakon. Xizmatingizda bek zinalari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa va bundan boshqa har xil fasondagi birinchi etajdan ikkinchi etajga oldi to'siq, ichi ko'mali, oldi yumaloq har xil fasondagi zinalar xizmat kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Tekislikka addanni ahamiyat berib qo'yasizlar.